Doğrudanman keterlik 21 xil doğrudanmanның retsepini bugun tafsiliy gram soni bo'yicha yo'llab o'tdim. Oxirgi ikkisi bek muhim. Yo'ltuz yurak belgisini besib, 6 raqamdan yo'llab mazmunini saqlab qo'ying. Shavkat uchitamdan qabatib qo'ying. Boshqa do'stlarimizmi foydalanib qolsin. Qo'rg'on seriq burchaq va qo'rg'on dadurning har biridan 10 gramdan 20 gram, 60 dan 10 gram solamiz. Ko'k kava uchundan 5 gram solamiz. Shisanshangdan 6 gram solamiz. Shavkatning haqiqiy ta'mini keltiradigan malashandan 25 gram solamiz. Puroqni texam kuchli qildiganga sanayfandan 5 gram solamiz. Shangyu yupurmog'idan 4 tal solamiz. Turpanning birinchi xil zirsidan 35 gram solamiz. Turvatgan o'rnimizning ochiq yalishi qarta 100 gram atrofida shavkat lavasi solamiz. Tuzdimni 6 gram atrofida sep qo'yamiz. Qurtilgan zanjibildan 15 gram solamiz. Mezlik bo'lgan yumg'on sut urqidan 10 gram solamiz. Jijandan 20 gram, vejandan 20 gram solamiz. Undan keyin doğru-darmok do'konlarning o'rni qayerda degan do'stlarimizga Urumchi shahar Saybaq rayoni Janxilsichang doğru-darmok top bozorida. Xonfixondan 15 gram solamiz. Bumi bak yeyishli chiqadi. Rangni yaxshilaydiganga galifindan 10 gram solamiz. Jifindan 35 gram solamiz. Yansong findan 7 gram solamiz. Dashan findanmi 7 gram solamiz. Tekshi bir necha qadim aralashtirib o'tgandan keyin ezish mashinasiga solib 2 minut atrofida ezib olamiz. Bu shuningdek har xil kebab shavkatlarning doğru-darmok xurishlarini o'rganishga ehtiyojimiz bor ustidan davomli yo'llab bersangiz deganlar 8 raqamdan yo'llab qo'ysanglar, o'g'inda qolib ko'p bo'lsa men davomli haqsiz yo'llab bersam bo'ladi. Talqonsimon holatda ezib tayyorlab qo'ygandan keyin dasqa to'kib olamiz. Qo'rg'on kunjutdan 30 gram solamiz. Ezib tayyorlab olgan xo'asang mag'izdan 50 gram solamiz. Tekshi aralashtirib o'tgandan keyin shavkatlarni ustiga chechib turib ishlatsak da bo'ladi. Ziqliq kebab, tunur kebab, shir dorisi, shavkatlarning sapma dorisi, shavkatjang, to'xu beliq kebablar undan boshqa